Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Robusmart o'z platformasiga xush kelibsiz. Bugun ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar tahlili kursini navbatdagi darsini boshlaymiz. Bugungi darsimiz mavzusi rekursiya prinsipi rekursiv algoritmlarga bag'ishlanadi. Rekursiv funksiya nima? Funksiyaning o'zini bevosita yoki bilvosita chaqirishi rekursiya. Mos keladigan funksiya esa rekursiv funksiya deb ataladi. Rekursiv algoritmdan foydalanib ba'zi muammolarni juda oson hal qilish mumkin. Rekursiv funksiya asl muammoni kichik muammolarni hal qilish uchun o'zini turli parametrlar bilan chaqirish orqali muayyan masalani hal qiladi. Chaqirilgan funksiya yana o'zini chaqirishi mumkin. Bu jarayon cheksiz davom etishi mumkin. Rekursiya jarayonini tugatish uchun ma'lum bir holatni taqdim etishimiz kerakligini bilish juda ham muhim. Har safar funksiya o'zini asl muammoni soddaroq versiyasi bilan chaqiradi va biz to'xtatish sharti orqali funksiyaning natijasini qaytarib olishimiz mumkin. Demak, rekursiya funksiya tanasida o'zini o'zi chaqirsa rekursiya deyilar ekan. Rekursiya ikki xil bo'ladi. Oddiy rekursiya, ya'ni funksiya o'z tanasida o'zini chaqirsa oddiy rekursiya. Vositali rekursiya agar birinchi funksiya ikkinchi funksiya o'z navbatida uchinchi funksiyani chaqirsa, bu vositali rekursiya deyiladi. Odatda rekursiya matematika va dasturlashda keng qo'llaniladi. Chunki aksariyat matematik formulalar rekursiv aniqlanadi. Rekursiyada asosiy 3 ta tushuncha mavjud. Birinchi tushuncha bu rekursiv tushish deyiladi. Ya'ni chegaraviy shartga erishilgunga qadar rekursiv tartibning yangi nusxalarini yaratish rekursiv tushish deyiladi. Bir vaqtning o'zida kompyuter xotirasida joylashishi mumkin bo'lgan rekursiv tartibning nusxalarini maksimal soni rekursiya chuqurligi deyiladi. Rekursiv murojaatlarni boshlagan birinchi tartibga qadar rekursiv tartiblarning bajarilishi rekursiv ko'tarilish deyiladi. Rekursiyaning asosiy xususiyatlari bor. Birinchi xususiyat dasturda turli xil qiymatlar kiritganda bir xil amalni bir necha marta bajarilayotganligi. Ikkinchi asosiy xususiyati har bir bosqichda biz amallarni kichik amallarga almashtirib boramiz. Va uchinchi asosiy xususiyati rekursiya tugallanishi uchun cheksiz davom etmasligi kerak. Ya'ni biz to'xtash shartini berishimiz zarur. Demak, rekursiv algoritmning qadamlari bu: birinchi qadam asosiy, ya'ni bazaviy holatni aniqlash, yechim ma'lum yoki ahamiyatsiz bo'lgan eng oddiy holatni aniqlash zarur. Bu rekursiyani to'xtatish sharti hisoblanadi. Chunki u funksiyaning o'zini cheksiz chaqirishiga to'sqinlik qiladi. Ikkinchi qadam rekursiv holatni aniqlash. Muammoni kichik muammolar nuqtai nazaridan aniqlash, muammoni kichik qismlarga ajratish va har bir kichik muammoni hal qilish uchun funksiyani rekursiv chaqirish. Bu ikkinchi qadam hisoblanadi. Uchinchi asosiy qadam esa rekursiya tugashiga ishonch hosil qilish. Ya'ni rekursiv funksiya oxiri asosiy holatga yetib borishi va cheksiz siklga kirmaslikka ishonch hosil qilishimiz kerak. Va to'rtinchi qadam yechimlarni birlashtirib, asl muammoni hal qilish uchun kichik muammolar yechimlarini birlashtirish zarur. Keling endi rekursiv algoritmlarga misollarni birgalikda ko'rib chiqaylik. Birinchi eng mashhur Fibonacci sonlari bu rekursiv algoritm bo'la oladi. Ya'ni Fibonacci ketma-ketligini hisoblash uchun biz rekursiv funksiyadan foydalanamiz. Ya'ni funksiya tanasida o'ziga murojaat orqali keyingi qiymatlarni aniqlash mumkin. Yoki faktorial funksiyasi, darajani hisoblash funksiyasi, binary search algoritmi, Evclid algoritmi, merge search algoritmi, quicksort, binom koeffitsiyentlarini hisoblash algoritmlari, Tower of Hanoi, ya'ni Hanoi minorasi algoritmi ham bu rekursiv algoritmlarga misol bo'la oladi. Keling Fibonaccidan boshlaylik. Fibonacci sonlari bu rekursiv funksiyaga misol bo'la oladi. Bu yerda rekursiyaning bazasi, ya'ni ketma-ketlikning birinchi raqami 1, ketma-ketlikning ikkinchi raqami ham 1. Bu baza, ya'ni to'xtash sharti hisoblanadi. Asosiy rekursiya qoidasi mana bu yerda berilgan. Ya'ni ixtiyoriy n'inchi element undan bitta oldingi va ikkita oldingi elementlar yig'indisi orqali aniqlanadi. Bu sonlar 1202-yilda Leonardo Fibonacci tomonidan kiritilgan fanga. Unda har bir keyingi son oldingi ikkita sonning yig'indisiga tengligi aniqlangan. Endi Fibonacci sonlari bular oddiy sonlar emas, ya'ni ketma-ketlikni ko'rib turganingiz 1, 1, 2, 3, 5, 8 ni biz inson tanasida, tabiatda ko'plab uchratishimiz mumkin. Masalan, Fibonacci sonlarini mana birliklar asosida ketma-ket qo'yib, mana oddiy qo'lingizdagi matematika daftarini
xonalarini mana bir katakcha, birinchi Fibonacci soni, yana bir katakcha, ikkinchi Fibonacci soni va ularni birlashtirsangiz ikki katakcha, mana ikkinchi Fibonacci soni. Ular birlashmasidan keyingi tomoni 3 bo'lgan kvadratni, ular birlashmasidan tomoni 5 bo'lgan kvadratni va ular birlashmasidan tomoni 8 va 13, 21, 34 shu tartibda ketib, ularni birlashtirsa, mana bu shakl hosil bo'ladi va siz tabiatda bu shaklni mollyuska chig'anog'ida ko'rgansiz. Undan tashqari insonni bosh miyasi ham, bu tuzilishi ham mana bu yerdagi o'sha Fibonacci sonlar diagrammasi bilan qarasangiz agar, mana bu yerda Fibonacci sonlar diagrammasiga asoslangan ekan. Yoki insonni tirsagidan to barmoqlari uchigacha bo'lgan holat ham xuddi shu sonlarga asoslangan. Yoki insonni DNKsi tuzilishi ham xuddi mana shu oltin sonlarga asoslangan ekan. Hayotda rekursiyaga misol qilib ko'plab obyektlarni olishimiz mumkin. Mana bu obyektimiz ham rekursiyaga misol bo'la oladi. Sierpinskiy uchburchagi matematikada rekursiyani isboti yoki kompyuter grafikasidagi fraktal tasvirlar rekursiya misoli bo'la oladi. Mana fraktal tasvirlar asosida hosil qilingan naqshlar ham rekursiyaga misol bo'la oladi. Yoki fizikadagi cheksiz rekursiyaning klassik misoli bu bir-biriga qarama-qarshi qo'yilgan ko'zgu va bu ko'zgularni xira aks ettiruvchi ikkita koridorni ko'rsangiz agar, bu yerda rekursiyaga misol bo'la oladi. Rekursiya bu san'at sohasida Droste effekti ham rekursiyaga misol bo'la oladi. Ya'ni ko'rib turganingiz obyekt ichida obyekt bu rekursiyada Droste effekti deyiladi. Bu san'at sohasida keng qo'llaniladi. Yoki mana bu rasmda ham Droste effektini ko'rib turibsiz. Yoki tasviriy san'atdagi Droste effekti. Mana bular rekursiyani asosiy jarayonlari hisoblanadi. Ana endi amaliy qismni boshlaymiz. Amaliy qismda biz faktorial funksiyasini qanday qilib yaratishni, rekursiv va rekursiyasiz holatni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, biz ma'ruza qismini tugatdik. Ikkinchi qism amaliy qismda birgalikda dasturlarni ko'rib chiqamiz.